Men Ko'kdala tuman mahalla banki ko'char Bedrahmat bo'laman. Bizlarda bankimizning o'zlariga ajratilgan kreditlarimizning mahalla loyihasi 5 yillik foizi 20% dan erkak kishilar ayol kishilarga imtiyoz davri 2 yil. Ularga misol issiqxona, ta'mirlachilik, chorvachilik, tikuvchilik narsalar bo'yicha beramiz. Plastik beramiz. Biznesga birinchi qadam dastur asosida 17 milliondan 4 yillik imtiyozli 6 oy plastikga olingan tikuvchilikka, chorvachilikka, issiqxona yo'nalishlari bo'yicha chiqarib beramiz. Keyin biz qaror asosida 312 sonli qaror dastur asosida 5 yillik kreditni imtiyozli 2 yil chorvachilik yo'nalishi bo'yicha issiqxona, parrandachilik, tikuvchilik, ishlab chiqarish yo'nalishlariga ajratiladi. Onun imtiyoz davri 2 yil. Sizni familiyangiz qanaqa? Kredit oluvchilarga? Dinara Sigara. Dinara Sigara. Siz turing. Sizga 12 million kredit, sizniki? 12 million biznesga birinchi qadam. Telefon raqamingizni aytavering. 95lik 086 Buni ko'rib chiqamiz, bu hujjatlarni berdingiz, ular ishga chiqarib tanlab beramiz. Sizniki qanday bo'lmaymiz? Safarlar? Sizga kirish bo'laydi. Sizga 12 ta biznes bilan chiqaramizmi? Sizga bugun xabarlarni chiqarib beramiz. Hujjatlarni olib qoldim. Kechgacha haq beraman. Sizniki mahalla loyihasi bo'yicha 50 million so'm kredit olyapti. 5 yil imtiyoz davri bilan, 2 yil imtiyoz davri, 5 yil